Büyük Birlik Partiyasi raisi ve Ankara milletvekili Mustafa Dastici Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Şarkı Türkistan hakkında maxsus yığını çağırıp Xitoyni ayıplashni talab qildi. Türk İslam dünyası hakkında söz qilgan Mustafa Dastici maxsus Şarkı Türkistan hakkında to'xtalib o'tdi. Dünya bo'yicha eng uzun dengiz ustidagi ko'rik bo'lgan Hong Kong, Hokkay, Makao ko'rigi ichib etildi. Xitoy davlat raisi Xi Jinping qurilishi 9 yilda bitgan bu ko'rikni rasmiy ochdi. Bu ko'rik orqali Xitoyning Zhuhai shahri dunyoning pul muomala markazi bo'lgan alohida ma'muriy rayon, Hong Kong va erkin tijorat rayoni bo'lgan alohida ma'muriy rayon Makaoga tutashtirildi. Sharq Turkiston uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash bu vaqtdagi qarashlarni bildirib mundaq dedi. Bu ko'rikning yasalishi Xitoy kommunistlarining 1997-yili o'ziga qo'shilgan Hong Kong ustidagi ta'sirini texmi oshirish uchun elib berilgan bir kuch ko'rsatishdir. Xitoy Sharq Turkistonda elib berayotgan bostirish va erki qirg'inchilikni Hong Kongda elib berishga urinmoqda. Xitoy yillardan buyon davomlashayotgan yili nayrang siyosatini davomlashtirmoqda. Xalqaro jamiyat bu o'yinlarga sukut qilmasligi lozim. Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlari haqida har kuni yangi ma'lumotlar o'tirg'i chiqmoqda. BBCning muxbiri John Sodveris Sharq Turkistonni ziyorat qilib, yig'ilish lagerlari va rayonning umumiy vaziyati haqida muhim ma'lumotlarni oshkorladi. BBCning bu vaqtdagi xabarida Urumchi Turpan yo'li ustidagi Davanchang rayonida 2015-yildagi sunniy hamra rasmida bo'sh ko'rilgan bir joyning 2018-yili zo'r ko'lamdagi bir lagerga aylanganligi sunniy hamra rasmlari orqali ko'rsatilgan. Muxbirlar Davanchangdagi yig'ilish lagerlarini ziyorat qilish uchun manganda oz deganda 5 mashina ularning iziga tushgan. Shuning bilan bir vaqtda Germaniya taratqularimiz Sharq Turkistondagi jazo lagerlari haqida yangi uchurlar bilan ta'minlamoqda. Milyonlagan kishining lagerlarga qamalishi va qo'rilishi dunyoning diqqatini Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga qaratdi. Xalqaro matbuotlar bu markazlarning turimiga o'xshaydiganligini ilgari surdi. Beijing kasbiyat texnik tarbiyalash markazlari deb aqlayotgan lagerlarga mas'ul yerlik hukumat doiralarining bu yilning 5ida zakaz qilgan mollarining orasida 2768 dona saqchi kaltiga, 1367 dona ko'yza, 2792 dona tumanlatib purkish asboblari borligi oshkorlandi. Bu vaqtdagi xabarlarda Xinjiangning partkom sekretari Chin Chuangoning maktabga o'xshash o'qiladi, harbiychi boshqariladi, turmaga o'xshash qo'g'diladi degan so'zlarga o'rin berildi. Uni yana texmi yaxshi Xitoy fuqarosi yetildirish uchun yiltizlarini quritib bog'larini ajirtayli degan so'zlarmi oshkorlandi. Bermedagi arakanlik musulmonlarga erki qirg'inchilik erib berayotganligi jazmlashtirilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xalqaro Berma Mustaqil Tekshirish Komitetining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga ma'lumot berishi Xitoy, Rossiya va Boliviyaning rad qilishiga uchirdi. Bermedagi musulmonlarga qarshi elib berilgan erki qirg'inchilikning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida kun tartibga kelishini xohlamagan Xitoyga yordam bergan Rossiya va Boliviya qarshi ovoz qo'llangan bo'lsa-mu, lekin yig'inning echilishi uchun kerakli bo'lgan 9 ovozga erishishga to'sqinlik qilolmadi.